1 oktyabr kuni Xitoy hokimiyatining qurilganligining 73 yilligi bo'lib, Xitoy tarafidan zulmga uchragan huquq faoliyatchilari va chet eldagi kommunistlarga qarshi turuvchilar buni davlat motam kuni deb atagan. 1 oktyabr kuni Uyg'ur, Tibet va Shanganliklardan tarkib topgan 300 dan ortiq tashkilot xalqi Londonda yig'ilish va namoyish o'tkazib, Xitoyning Uyg'ur, Tibet va Shangan xalqini bostirishi va ziyonkashlik qilishiga norozilik namoyishi olib bordi. Ba'zi namoyishchilar Xitoy konsulxonasining oldida 5 yulduzli qizil bayroqqa nijosat va qurut to'kib, oxirida ko'ydirib tashlagan. Londonda o'ltirishlik Uyg'ur vakili Rahima Mahmud so'zida Xitoy hokimiyati qurilgandan keyin Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan Sharq Turkiston va Tibetning tarixini, madaniyat inqilobi va Tiananmen maydonidagi o'qituvchilarni qonliq bostirish, Uyg'urlarga ilib borgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni, Xitoy virusini bahona qilib Uyg'urlarni uyga qamab, och qo'yib o'ltirish siyosatlarini so'zlab, hatto muhojiratga Uyg'urlar davomli tahdidga uchraydiganligini, ammo muhojiratga Uyg'ur jamoatining sukut qilishini rad qilib, adolatni tashabbus qilishga ching turishini, xalqaro jamiyatni konkret harakat qo'llanib Xitoy tarafidan ezilgan xalqni qo'llashga chaqirgan. Erkin Asiya radiosi xabarida Amerika hukumati tarafidan Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilishda aktiv rol o'ynash bilan ayblanib embargo yurgizilgan Xitoyning atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish biyontuani yaqinqi 10 yilda Sharq Turkistonda 11 shahar, 63 bozor qurib bo'lganligini aniqlab chiqqan ekan. Sharq Turkiston vaziyatini yaqindan ko'zitib kelayotgan analizchilarning aytishicha, bu Xitoyning Sharq Turkistondagi mazkur yerim qurolliq va yerim ishlab chiqarish biyontuanining Sharq Turkistonda qanchalik tez suratda kengayotganligi, Sharq Turkistonga tava zaminlarni iskanjiga ilayotganligi va uning o'rnini egallaganligini ko'rsatgan. Ishlab chiqarish Biyontuan gezitining 2 oktyabr bergan bu vaqtdagi xabarda Biyontuanning Xitoy Kompartiyasi 18-qurultaydan buyon atalmish Xinjiang shahar bozorlarining umumiy o'rinlashtirishiga aktiv birlashtirib, Biyontuancha alohidlikka ega shahar bozor sistemasi shakllantirganligini, 11 nahiya darajalik shahar barpo qilganligini bildirgan. Xitoy hukumati 2017 yil boshlagan cho'ng tutqun bilan bir vaqtda Biyontuanning janubga kengayishini tezlatgan. Biyontuanni janubdagi Uyg'urlar zich o'ltirishlik oblast, viloyatlarga kengaytib, Uyg'urlarni Biyontuan orqali kontrol qilish, Xi Jinpingning atalmish yangi davrdagi Xinjiangni boshqarish strategiyasining muhim nuqtalarining biri bo'lgan. Biyontuan cho'ng tutqunda lager va turmalarni kontrol qilish, boshqarish, majburiy emgakka selish, Uyg'ur oilalariga Xitoy kadrlarini o'rinlashtirishda zarbador aktiv rol o'ynagan. Amerika hukumati shu sababli ishlab chiqarish Biyontuan va uning yuqori darajalik mas'ullariga embargo yurgizgan. 1 oktyabr kuni Xitoy Kommunistik partiyasining huquq o'g'irlaganligining 73-yilligi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Xitoylar nurg'un davlatlarda namoyish o'tkazib, davlat xotir kunda Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. Texmi ko'p kishilarning Xitoyning razil chiroyini, yolg'onchiligini to'nib yetishini, tezdan parchalanishini umid qilganligini bildirgan. Xitoy Kommunistik partiyasining 1949-yili huquqni o'g'irlagandan buyon 73 yil to'xtamay turli siyosiy kurashlarni qo'zg'atib, 3 yillik ocharchilik, madaniyat inqilobi, o'quvchilarni bostirish, Uyg'urlarga o'tkazgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlari, Falun Gong muridlariga, Hong Kong demokratiya harakatchilariga ziyonkashlik qilish, shundaqli butun dunyoga Xitoy virusini tarqatishdek fojialarni keltirib chiqargan. San Fransiskoda Uyg'ur, Tibet va Hong Kongliklarni o'z ichiga olgan har qaysi millatlardan kelgan yuzlagan kishi Xitoy konsulxonasi oldida yig'ilib, Xitoyga qarshi namoyish qilib, o'zlarining talablarini so'zlab, Xitoyning baldurroq parchalanishini umid qilganligini bildirishgan. Namoyishga yana yo'ldan o'tgan kishilar, shofirlar inkos qaytarib, bosh barmoqini chiqarib, namoyishni qo'llaydiganligini va qoyilligini bildirgan. 10 ayning 4 kuni Urumchi Xitoy virus tarqalishining oldini olish va kontrol qilish xizmat idorasi bayonot e'lon qilib, Urumchi shahridagi barliq rayon va nahiyalardagi kishilarning hozircha Urumchidan ayrila olmaydiganligini, yo'lovchilar poyezdi va avtobus mulozimatining to'xtatilganligini e'lon qildi. Buningdan boshqa Urumchidan sirtqa uchadigan aeroplanlarning soni azaytilgan. Yo'lovchilarning soni 75% ichida kontrol qilingan. Aeroplandagi barliq yo'lovchilarning N95 tipdagi maska taqish kerak deb uqtirilgan. Yo'lovchilarning sirtqa chiqish ruxsati va 48 soat ichidagi sog'lomlik tekshirish natijasi talab qilingan. Markaziy axborot agentligining xabariga qaraganda, buning maqsadi Xitoy Kompartiyasining 20-navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyiga foydali muhit yaratish deb bildirilgan. Hong Kong taratqullarining 4-chisiladagi xabariga qaraganda, Xitoydagi bir qism o'lka va shaharlarda uqtirish e'lon qilingan bo'lib, qizitma ambulatoriyasi,
davolash apparatlari, mehmonxona, dorixona, restoran, talla bozori va taksi qatorliqlarning nazorat qilish va oldin ogohlantirish rolini to'liq joriy qildirish, yuqumning oldin olish va kontrol qilishni egallash uchun mukofotlash va jazolash mexanizmini yo'l qo'yish qaror qilindi. Qizitmasi o'rlagan va yuqumlanganlarni bayqaganlarga eng ko'p bo'lganda 50 ming yuan mukofot berilganligi bildirildi. Ammo yuqorqi e'lon tarqatilgandan keyin to'rdoshlar orasida nurg'un talash tortishlarni va noroziliklarni keltirib chiqardi. Xitoy virusi bahonasi bilan Sharq Turkistonni texnik qattiq qamal qilishni planlagan Xitoy Kompartiyasi 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyining yaqinlashishi bilan yerlik hukumatlar Xitoy virusining oldini olish va uni muqimlashtirish salmoqini oshirish bahonasi bilan Sharq Turkistonning bir qism rayon shaharlarini 2 oydan ko'proq vaqt qamal qilgan edi. Xitoy hukumatı ochiq shaklda virusni nolga tushirish siyosatining mag'lub bo'lganligini, shundaqla qurultayning oldida yaxshi muhit yaratish kerakligini jakarladi. Urumchi xalqining qarshilik qilishi bilan Urumchi 40 kundan keyin ish o'tilgan edi. Biroq bir necha kundan keyin, ya'ni 10-oyning 4-kuni qayta qamal qilingan va hech kimning shahar otlab chiqishiga ruxsat berilmaydiganligi uqtirish qilingan. Shahar taqilishdan bir kun burun jamoat xavfsizligi organlari uqtirish e'lon qilib, 3 nafar atalmış o'sak so'z tarqatuvchini qo'lga olganligini bildirgan. 10-oyning 6-kuni BDT kishilik huquq kengashiga bilet tashlagan 47 davlat ichida 19 davlat qarshi bilet tashildi. 17 davlat qo'llab bilet tashildi. 11 davlat Amerika rahbarligidagi atalmış Şinjandagi kishilik huquq vaziyati to'g'risidagi qaror loyihasidan voz kechdi. Bu xabar tarqalgandan keyin dunyodagi 60 dan ortiq Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari va boshqa kishilik huquq tashkilotlari birlashma bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning mutaxassislarini Xitoy doiralarining Uyg'ur kishilik huquqini dafsanda qilganligi qarata konkret tadbir qo'llanishini talab qildi. Angliya, Kanada, Shvetsiya, Daniya, Finlandiya, Islandiya va Norvegiya qo'llagan qaror loyihasi 26-sentabr Amerika BDT kishilik huquq kengashiga sunildi. BDT kishilik huquq organining BDTning yaqinqi bayqashlarini muzokara qilishini talab qildi. Atalmış Şinjan kishilik huquq doklati e'lon qilindi. BDTning 48 betlik doklatida mundaq deb yakun chiqarildi. Xitoyning musulmon Uyg'urlar va boshqa turk millatlarini asos qilgan kishilik huquqi daxl ta'ruz qilishi xalqaro jinoyatlar, bo'libmi insoniyatga qarshi jinoyatlar bo'lishi mumkin. Uyg'ur guruhlari mundaq dedi. Bir qism a'zo davlatlar kishilik huquq kengashi ichidagi ilgari qabul qilingan obyektiv dialog, tarafsizlik, kamsitish va tanlamaslik prinsipini ochiq-oshkora nazardan saqit qildi. Bu masalaga qarata Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdul Qarqash apandi bayonot berib mundaq dedi. Dünya kichik bir yizdek bo'lib qolgan bugünkidek uchur davrda dunyodagi ko'plagan davlatlarning Uyg'urlarning zolim Xitoy tarafidan qirg'in qilinayotganligini bilib turib, bilmaslikka selishi odamni ajablantirdi. Bo'libmi biz bilan qon qarindosh, dindosh bo'lgan O'zbekiston bilan Qozog'istonlarning bizning ahvolimizni besh qo'ldek bilib turib, zolim Xitoyga yantayoq bo'lishi kishini cho'chitdi. Qarqash apandi yana mundaq dedi. Agar sizlar tadbir olmay ancha-muncha manfaatni deb zolim Xitoy bilan ig'iz burun yalasanglar, atil bu fojia sizlarga keladi dedi.